Ayamga yordam bering. Oy jonim. Bu Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Aziz vatandoshlar, esingizda bo'lsa 4-dekabr kuni o'ta og'ir holatdagi 4-etapdagi ikkita oilalarni 24 soatlikka birdaniga olib chiqqan edi. Biri erkak kishi, biri ayol kishi. Ayol kishi Nigora. Ikkalasi ham Hindistonga ketgan edi. Erkak kishimiz hozir operatsiyalarda o'tdi, yaxshi. Nigora biz sababini qildik. Kecha bu foniy dunyodan boqiy dunyoga ruxsat qildilar Hindistonda o'zida. Qonda infeksiya ko'pligidan davinasi tushib ketib ko'tarilmasdan o'tdi. Bugun olib kelishdi va manzillariga qo'yishdi. Aziz vatandoshlar, bu oilaga qilgan ehsoninglarga rozi bo'lib qo'yinglar. Nigora 37 yoshda vafot etdi. Hali yosh edi. Alloh ushbu kasalliklarning gunohlariga kaforat qilsin. Ortidan qolgan 4 ta farzandiga sabr va jamil bersin. Iltimos, haqlarga duoda bo'linglar.